Jamshid har kuni ertalab bir xil vaqtda uyg'onardi. Soat 6:30. Na kech, na erta. Xuddi hayotining o'zi kabi, o'rtacha. U oynaga qaradi. Yuzidagi chiziqlar chuqurlashib borardi. Ammo ko'zlaridagi nur anchadan beri so'ngan edi. Bir paytlar u katta orzular qilgan. Bir kun kelib, o'zim xohlagan hayotni yashayman derdi. Lekin kunlar o'tdi. Oylarga aylandi. Yillar esa sezdirmay o'tib ketdi. Jamshid hozir yaxshi ishda edi. Oyligi yomon emas. Odamlar joying yaxshi derdi. Ammo ichida bo'shliq bor edi. Hech kim ko'rmaydigan, lekin har kuni og'ritadigan bo'shliq. Bir kuni otasi kasalxonaga tushdi. Shifokorlar jiddiy gapirdi. Jamshid palatada otasining qo'lini ushlab o'tirardi. Ota sekin dedi: "O'g'lim, agar hayotni qayta boshlash imkonim bo'lsa, boshqacha yashardim." Jamshid indamadi. Tomog'i quridi. "Qo'rqma", dedi ota. Odamlar eng ko'p bir narsadan afsuslanadi: sinab ko'rmagani uchun. O'sha so'zlar Jamshidning ichiga mixdek qadaldi. O'sha kechasi u uxlay olmadi. U o'ziga savol berdi: agar ertaga hammasi tugasa-chi? Men nimani amalga oshirdim? Javob og'ir edi. Juda og'ir. Bir hafta o'tgach, Jamshid ish joyidan ariza yozdi. Odamlar hayron bo'ldi. "Aqling joyidami?" dedi biri. "Bunday ishni tashlab ketish tentaklik", dedi boshqasi. Jamshid kulmadi. U qo'rqardi. Juda qo'rqardi. Lekin bir narsani bilardi. Qo'rqib yashashdan ko'ra qo'rqib boshlash yaxshiroq. Birinchi oylar qiyin bo'ldi. Pul kam. Ishlar yurishmadi. Ba'zan pushaymon bo'ldi. Lekin u har tong uyg'onganda bitta narsani his qilardi: ichki tinchlik. Yillar o'tdi. Jamshid boy bo'lib ketmadi. Ammo u o'z hayotini o'zi tanlagan edi. Va eng muhimi, endi oynaga qaraganda ko'zlaridan nur bor edi. Ba'zan u o'sha eski hayotni eslaydi. Va ichida bitta shukr bor: yaxshiyamki, kech bo'lsa ham uyg'onibman.